Xo'sh, o'rtoqlar, go'nglarni mana sharbat qilib oqizishni boshladik. Surxondaryoda Uzun tumanidagi dala maydonimizdamiz. Green Life kompaniyasining Hammer gibridi mana bu makkajo'xorilar 1-2 may sanasida sug'orilgan 2 gektarlik dala maydonimiz. Ushbu sharbat go'ngga karbamid qo'shdik, qurtlarga qarshi dorilar qo'shdik, imkoniyat darajasida zararli moddalarni foydali xossalarga aylantirdik. Bu Hammer gibridimiz mana bu tepadan changlanish davri boshlandi. Changlanish davrida yerdagi namlikni maksimal darajada 75-80% holatda saqlab turishimiz kerak. Namlikni saqlab turish maqsadida sharbat suvini beryapmiz. Bugun 7-iyul 2026-yil. Donar aka, hozir namman ham sug'oryapsizmi makkalarni? Mayli, ichkari kirib bitta ko'rsatib yuborsangiz. Necha bo'yi sizni? 70 qo'lim ko'tarsam 220 bo'ladi mana shu 3. Ha, hozir 3 metrlar bor-a? 3 metr 3 dan oshib. Yana hali to'liqroq ma'lumotlar beramiz. Asosiy masala Donar aka, hozir yerdagi namlik iloji boricha ketib qolmasligi kerak. 75-80% deganimiz ancha nam. Nimaga sharbat suvi oqizmoqchimiz? Aynan changlanish davrida mana bunaqa erkak guli chiqarganda, sulton chiqargandan keyin, bu yoqda mana popuk chiqargandan keyin bu onaligi bo'ladi. Yerdagi namlik 75-80% bo'lishi kerak. Namlikni saqlab turish maqsadida sharoiti bo'lsa, go'ng qilib, go'ngda sharbat suvi qilib bersangiz yaxshi bo'lar ekan. Biz faqat bitta narsani noto'g'ri qildik. Imkoniyat bo'lsa, atrofiga kilanka qilib, kilanka orqali qo'zg'ab bersa bo'ladi. Hozir bir ko'chat ekadigan, nomini nima deydi eslolmayapman. Ko'chat ekadigan, yerni qaziydigan jihozlar bor. Ana shular bilan bu yerlarni qo'zg'atib, damman ham sug'orib, xudo xolasa, Hammer gibrididan yuqori hosil olishni niyat qilganmiz. Kuzatishda davom etinglar. Rahmat.